Alloh uchun bir kun roza tutsa, bir kun, ya'ni Alloh uchun Ramazonda bir kun roza tutsak, mana shu bandaning yuzini ana shu kun sababli 70 yilga do'zaxdan uzoqlashtiradi. Bir kuni 70 yilga. Har safar tahorat olganingda suv bilan gunohlaring yuvilishini bilarmiding? Tahorat olgan a'zolaring qiyomat kuni nur kabi porlashini ham bilasanmi? Ey banda, Alloh seni har kuni kutadi, sen hech kelmaysan. Sen esa dunyo tashvishlari bilan band bo'lib qolgansan. Sizda ko'p muammolar bormi? Meni qo'lingizga oling. Darhol zikr va salovat ayting, Alloh ularning barchasiga yechim beradi. Har bir musulmon inson meni o'qish kerak. Diningiz tarixini bilmasangiz bu juda uyat. Ishoning, buni o'qiganlar biladi. Go'yo o'sha davrlarga tushib qolgandek bo'lasiz.